Assalomu alaykum qarindoshlar. Bugungi videoni Kanadaga kelishni orzu qilayotgan hamda mushak kelib siyosiy panohlik iltimos qilishni maqsad qilayotgan kishilarimizniki cho'qim bir ko'rib chiqishni tavsiya qilaman. Chunki sizlarga Kanada hukumat to'rbetining o'zidan panohlik iltimos qiluvchilarniki nimalarga diqqat qilish kerak, nimalarni bilish kerak degan narsani sizlarga to'rbet o'zidan aynan ko'rsatib qo'ymoqchi. Hükümet torbetini açqandan keyin birinchi bo'lib ma'u siyosiy panohlik tilaydigan yerga kirmiz. Birinchi mazmun ochimiz. Ochqandan keyin nimalarni bilishga tegishlik. Yana sizlarga mushu videoni tarjima qilib bermoqchi. Canada is an open and welcoming country to refugees. Kanada bo'lsa siyosiy panohlik tilaguchilarga eshikni cho'ng ochib etilgan hamda qarshi oladigan bir davlat. But making a refugee claim is not a free ticket into Canada. Lekin siyosiy panohlik iltimos qilish Kanadaga kelishdiki bekorlik bilet emas. The refugee system isn't for those seeking a better economic life. Siyosiy panohlik sistemasi Kanadaga kelib yaxshiroq turmushga erishaymikin degan maqsadga kelgan kishilar uchun mos kelmaydi. It's there to provide protection to those who can prove that they would face persecution or threat to their life in their home country. Demakchi, siyosiy panohlik tilaguchilar, ya'ni Kanadaga kelib iltimos qildiganlar. Ay, unutib qoldim. Shu o'ziningki yurtida shunda persecution tutilishga uchrayotgan hamda hayotiy xavf ichida qolib qolgan kishilarga panohlik beradigan davlat demakchi. Crossing the US border into Canada between ports of entry is against the law. Amerika chegarasidan Kanada tarafga o'tish bu bir qonun xilof qilmish. And you will be arrested. Tutilsiz. You will undergo medical, security, and criminality checks. Anda qonunsiz chegaradan o'tsangiz, salomatlik tekshirish hamda burun jinoyat o'tkazganmi o'shani tekshirishlarga yo'liqsiz. Crossing the border in this way is also dangerous and may put you and your family at risk. Chegaradan qonunsiz o'tish u bir xatarlik yo'l. O'zingizni ham oilangizni xatar ostiga otadigan bir yo'l. When you make a refugee claim, you will face a rigorous process to determine whether or not you are in need of refugee protection. Mayli siz shu protection shu panohlikqa ehtiyojli bo'ling bo'lmang, jiq bir narsa deydi o'sha qilib. Ana qonunsiz chegaradan o'tsangiz olmaydi deydi. There are very specific requirements to be considered a refugee. Panohlik tilashga erishish uchun nihoyat inchiklik bilan bo'lgan bir nimalar specific requirements for refugee. Not having temporary protected status in the US or losing that status is not grounds for a refugee claim. Amerikada vaqtliq turish kinishkingiz bor bo'lsa hamda shu kinishga vaqt o'tib ketay deb qolgan bo'lsa, siz Kanadaga kelib shuni ko'rsatib turib nim qilsangiz, panohlik tilsangiz, uni o'tish o'tmasligingiz uning bir narsa deb ketgili olmaydi. And Canada does not have any special program for people with temporary protected status. Amerikada vaqtliq qo'lida kinishkisi bor kishilar uchun Kanadaga kelib bir siyosiy panohlik uchun Kanadaning bir spesifik programmasi yo'q. If your refugee claim is rejected, you may not be able to return to the United States. Agar sizningki panohlik iltimosingiz rad qilinsa, Amerikaga qaytarilishingiz buni bir narsa deb ketgili olmaydi. Most importantly, you will most likely be sent to your country of origin. Eng muhimi balkim sizni o'z yurtingizga qaytarib etish mumkin. Before you put the life you built at risk, learn the facts about Canada's refugee system. O'zingizning hayotini visiting our website. O'zingizning hayotini xatar ichiga etishdan ilgari bu bizningki veb-saytga kirib, refugee system panohlik ishlari sistemasininki to'g'riliq jiqroq bir narsani bilib oling. For information on Canada's asylum system, visit Canada.ca.
Müşəkin asylum. çıqqan nəslərini bilinglar. Canada is a country of immigrants, Kanada bolsa immigrant yəni köçmənlərninki dövləti. and we value orderly and managed migration. Bizlərninki shu köçmən bo'lib kelishinglarni texmo bakrak nim qilamiz deydi. Qo'llaymiz. Visit our website to learn about opportunities to come to Canada Bizningki to'r betimizga kirib, Kanadaga kelishning boshqa yo'llarini bir in a ko'ringlar. safe and legal way. Safe and legal way. Xatarsiz hamda qonunli yo'llar bilan Kanadaga kelinglar debdi. For information on ways to visit, study, work, visit canada.ca/immigration. Shu This is a message from the government of Canada. This is the message of government of Canada. Kanada hukumatninki nimsi uchuri deydi. Sizlarga mushun deb demoqchi bugun shu kelar qatimliq videomni shu Kanadada yashayotgan kishilarning bir ko'rib chiqishini tavsiya qilaman. Muhojirlarimizningki qo'ldan kelishicha, hammamiz qo'limizdan kelishicha bir ish qilishini tavsiya qilish uchun kelar qatimliq videoni cho'qim bir ko'rishni tavsiya qilaman. Chunki kelar qatimliq videomda qo'lida pasporti yo'q bo'lgan kishilarimizningki, ya'ni ma'lum bir davlatningki qo'lga chiqarib bergan ma'lum odam siyosiy panohlikqa iltimos qiluvchi degan qog'ozni chiqarib bergan bir davlatningki qog'ozi yoki bir organningki, ya'ni UNHCR BDTningki qog'ozi bor bo'lgan qarindoshlarimizni qanday qilib Kanadaga akilish yo'llari ustida izlanadigan bir video ishlamoqchi. Şoňa qarindoshlarninki qo'llab-quvvatlab berishini, qanunimga a'zo bo'lib qo'yishini, ishlarimninki foydali deb qarasanglar, barmoq belgisini besib qo'yishinglarni ham baharlab qo'yishinglarni. Nima deydi? Bo'ldi, mushagichlik bo'lsin hamsa.